Chelak shahri Do'stlarobod mahallasida, ya'ni savxozda 20 sotixlik yer uchastkasi sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi obzorimiz shu haqida bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Bu yerni manzili haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu yer savxozdagi oila marketini yonidan 100 metr ichkariga kirganda joylashgan. Ushbu 20 sotixlik yerimizni 10 sotixiga hozirda beda ekib qo'yilgan. Qolgan 10 sotixiga esa makka jo'xori va 20 dan ortiq mevali daraxtlar ekilgan. Ushbu 20 sotixlik yerimiz bo'yiga, ya'ni ichkariga 50 metrni tashkil qiladi, eniga esa 40 metrni tashkil qiladi. Ushbu yerimizda dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanish uchun ariqlarda suv o'tkazib qo'yilgan, ariqlarda suvlar keladi. Hujjatlardan hech qanday kamchiligi yo'q, hujjatlar qilib qo'yilgan. Ushbu yerni narxini 22 ming dollar kami bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib, savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha savxozdagi tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.